Qachon qo'yib qo'yasiz, xohlasa. katta. Bugun bizda xursandchilik kun sababi ikkita off-road mashinamiz, ya'ni T9 modelimizni o'z egalariga topshiryapmiz va xursandchilik kun desak bo'ladi. Niyat qilganlar like bosib, podpiska qilib qo'ysangiz, shunday xursandchiliklarni ko'rib borasizlar. Albatta Xorazmdan kelgan Bekzodjon og'amiz va Farg'onadan kelgan Imronjon ukamizga mashina topshiryapmiz. Ukamiz uylanmasdan turib, off-road mashinada mazza qilib yuraman deyishdi, uylashni niyat qilishmayotgan. Xudoolasa Bekzodjon og'a mashina borayapsiz. Savolim bor sizga. Kompaniyamiz to'g'risida fikringiz qanday bo'ldi? Kompaniyangiz juda yaxshi ekan. Xizmatlari bizga yoqdi. Mashina undan ham yoqdi. Xursandmiz. Mashina sizga yoqdi o'zi, shuncha olyapsiz albatta. Nima sohada olmoqsiz, ishlatmoqsiz? Endi shu uyga xudo xolasa minamiz. Oilaviy yurish uchun, tog' sayr sayohatlarga chiqish uchun, Xudo xolasa. Yo'l tanlamaydigan mashina. Hamma ishga bo'laveradi. Xudo xolasa. Xudo xolasa, og'a mashina. Allohga shukr. Mashinamiz kaltida sizga topshiramiz tantanali ravishda. Yaxshi kunlar, taydan shamol o'tib yursin. Mashina bor bo'lsin, tilingiz qanday? Qilaylarim. Yaxshimi? Yaxshi zo'r Minizlar xizmati yaxshi bo'ldimi? Mashina qanaqa ekan? Mashina zo'r ekan, gap bo'lishi mumkin emas. O'zingizga yoqdi. Nima ishlatmoqsizlar, xudo xolasa? Men sayrga, tog'ga. Oilaviy sayohatga chiqmoqsizlar, xudo xolasa. Mashinamiz kaltlari sizni ham tabrikllaymiz. Dadangizlarga, ota-onangizga xudo xolasa bosh bo'ling. Dadangizga xudo xolasa shunaqa mashina olib berish nasib qilsin sizga. Xudo xolasa shu tilaklarni bildiramiz. Sog' bo'ling. Menejlerdan rozimisiz? Firmadan rozimisiz? Hammasi o'tga bo'ldimi? Gap yo'q. Yaxshi kunlarni mininglar. Aka, yana bir bor. Rahmat. Nasib qilsin, xudo xolasa. Eng zo'r xizmat qilgan Shohruh akamizga minnatdorchilik bildiramiz. Hammaga rahmat, like bosib, do'stlarga jo'nataveramiz.